Sening yuzing juda chiroyli. Qanaqasiga gazlangan suvdan mast bo'lishing mumkin. Kelajakda spirtli ichimlik ichma, ular senga yomon ta'sir ko'rsatar ekan. Yaxshimisan? 괜찮아? Hoy, sen Kijuvni bilasan, to'g'rimi? Sen u bilan yaqin eding-a? Men u bilan yaqin emasman. Rostdanmi? Sen uni yoqtirasan deb o'ylagandim. Buni senga ko'rsatmoqchi edim. U buni hammasini yig'dimi? Men qog'oz tirnalarni yoqtirmayman. Unga shunchaki yeydigan narsa berish kerak edi. Senda sovg'a oladigan hech kim yo'q. Shuning uchun o'z biznesing bilan shug'ullan. Men Strovning bu tomoni borligini bilmasdim. Tushunmadim. Bilmaysanmi? Strovning taxallusi qizlar bilan oziqlanuvchi. U normal ko'rinadi. Ko'rmisan? U mag'lub bo'lgan. U meni ham yo'ldan ozdirmoqchi edi, lekin men juda g'azablandim. U menga sovg'alar olib kelardi. Uni kimdandir olganini bilardim. Kejungu butunlay axlat odam. Balki u kimdir sovg'a qilgan qog'ozlarni qayta ishlagandir. Men unga ishonadigan odamlarga tushunmayman. Unga o'xshagan mag'lub bilan uchrashish uchun qanchalik sodda bo'lish kerak? Bu juda achinarli. So'nibdi. Yigit o'g'ilni. Qasos eslatmasiga xush kelibsiz. Qasos oluvchi mabudda bo'lasizmi? Agar bu haqiqat bo'lsa, Kijinvu, men his qilgan og'riqni sen ham his qilishingni xohlayman. Biz qasos olishni davom ettiramiz. Nima qilyapsan? To'g'ri ovqatlan. Siz qasos olish maqsadi sifatida tanlandingiz. Bu spam xabarmi? Voy, issiq. Menga kvitansiya kerak emas. Rahmat. Mening oyoq kiyimim yo'q. Mening yangi poyabzalni kim oldi? Kechikyapmiz, bo'la qol. Hoy, qaranglar, u nima kiygan? Siz bizning tadbirimiz g'olibi sifatida tanlandingiz. Hoy, bu nima bilmaysanmi? Hoy, qaranglar, bu nima? Hoy, u xoli bo'libdi. Kijingu, bu men. Voy, bu buncha ko'p. Bir pasta olib kelishdimi? Bu barchasi bepul. Rahmat. Nima ekan u? Men qanday qolib bo'ldim? Nima bo'lsa ham men omadliman. Qani ovqatlaning. Hoy, senga nima bo'ldi? Meni ushlab turma. Meni bunday ushlama. 네가 잡지 말라고 했잖아, 내가. 이게 뭐야? Voy xudoyim, bu Kijinvu emasmi? Endi u qanday yashaydi? Uning hayoti tugadi. Bu nima? Nima bo'ldi? Nega birdaniga? Qasos yakunlandi. Qanaqasiga bunday bo'ldi? Bu ishni kim qilishi mumkin? 누가 이런 짓을?
Akkauntingizni o'chirmoqchimisiz? Xayr, birinchi sevgim. 내 첫사랑. Qasos eslatmasiga kelgandan keyin ularning hammasi bo'ldi. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Buni o'zi menga kim yubordi? Agar ular Jungwudan rostdan ham o'ch olishsa, unda meni yaxshi taniydigan odam bo'lsa kerak. Yo'q, ishonmayman. Xo'y, nima qilyapsiz? Xo'y, nega taqillatmading? Men taqillatdim, sen eshitmading. Xo'y, eshikni yop.